maydonda bevak stimulyatori bilan 1 tonnaga 200 milli urug' dorilar ekilgan. Bu yerda esa dorilanmagan maydon. Mana hozir biz namunalarni kovlab oldik. Bir metr chuqurlikda ildizni yuvib o'rganish uchun mana biz kesmani qazib oldik. Bir metr chuqurlikda mana biz hozir ildiz yuvish maqsadida kesma qazib oldik. Mana kesmalarni qazib oldik 1 metr chuqurlikda. Mana nazorat variantimiz. Mana bu esa bevak qo'llanilgan variant. 18-mart kuni kesmalarni qazib oldik. Endi esa namunalarni